yurtdoshlar, men yana bugun ijtimoiy tarmoq orqali chiqib, o'zimni dardim haqida sizlarga murojaat qilib, sizlardan najot kutib, duo kutib qolmoqchiman. Mana meni Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov, Surxondaryo viloyat prokurori Baxtiyor Bobojonov, Surxondaryo viloyat prokuraturasining 16-otdel boshlig'i Yungur Dilmurod Mirzoyev, undan keyin Qumqo'rg'on tuman prokurori Sharof Akramov, Qumqo'rg'on tuman sudining sobiq raisi Olimjon, haligi oting o'chkur familiyasi ham bir bola edi. Hozir yodimdan chiqdi. Xullas bular o'zaro jinoiy til biriktirib, sobiq hokim Rahmatulloh G'ofporov hammasi o'zaro jinoiy til biriktirib, meni yana bir bor ayblab ko'chada yurgan bir 4 ta xotinni olib kelib turib, hammasini muddati bormi, yo'qmi, haqorat qildi deb hujjat qilib, menga 139 bilan 140-moddani qo'ygan. Va Oltinsoy tuman sudining raisiga zakaz bilan aytib, menga jazo tayinlatgan. Men keyin bu haqida viloyat sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat ariza yozdim hamda birdaniga Surxondaryo viloyat sudiga meni ishimni ko'rib chiqishi uchun raddiya ariza berganman. Mana 3-4 kun oldin meni chaqirmasdan, advokatimni ham chaqirmasdan to'g'ridan to'g'ri menga raddiya arizangiz qabul qilindi, qanoatlantirildi, sizning ishingiz Buxoro viloyatiga o'tkazildi deb ajrim chiqardi. Bu nima degan gap endi? Meni ishtirokim bo'lmasa, sudda qatnashmasam, advokatim bo'lmasa, bu qanday qilib menga bunday o'yin qiladi bular? Qachongacha o'yin qiladi? Oltinsoy tuman sudi endi o'yin qildi. Menga nisbatan noqonuniy hukm chiqardi. Endi bunisi viloyat sudi ham shunday qilib hukm chiqarib o'yin qilyapti. Zakaz bilan 1 soat ichida ko'rib, 1 soat ichida Buxoro viloyatiga o'tkazib beryapti. Bu nima degan gap bu? O'sha yerdan norozi bo'lib turib, sudyalarga norozi Toshkentga keldingiz. Toshkentga kelganingizdan keyin mana Toshkentga Oliy sudga keldingiz. Oliy sudda siz kim bilan ko'rishdingiz va nima dedi? Mana men Oliy sudga keldim. 4 kun navbat kutib, oxiri Oliy sudning raisining birinchi o'rinbosari Alisher Usmonov qabuliga kirdim. Men aytdim, mayli o'tkazib beribdi, lekin meni iki o'zim ko'rmaydi hozir. Ondan keyin mana sahrim oshib ketyapti, og'zim qurib. Buxoroga borish uchun mashinada bora olmayman. Mayli o'tkazibsizlar. Toshkent viloyatigami, Samarqandgami, Jizzaxgami, Sirdaryoga o'tkazib beringlar deb najot izlab keldim men. Alisher Usmonov bilan oramizda avvaldan adovat bo'lganligi sababli. Alisher Usmonov meni arzamni ko'rar ko'rmas, javob berar javob bermas, bu bobda ko'rib chiqaman men deydi. Nimaga endi men birinchi guruh nogironi bo'lsam, yana tuhmatdan sudlanayotgan bo'lsam, nima uchun boshqa viloyat ko'rmaydi meni ishimda? Ko'ryapsizmi? Nima ahvolda kelib turibman? 4 kun kasal holim bilan shu yerda o'tirdim. Mana aholi ham o'tirib shu yerda, mana bir guruhda odamlar yo'rinsab yotib olishgan adolat istab. Ularga endi quvishga tushyapti. Jarima solishga tushyapti hozir. Tayyorgarlik ko'rishyapti. Surxondaryoda qachon adolat bo'ladi? Alisher Usmonov men yaxshi bilaman. Biror narsani hayotida, prezident administratsiyasida ham ishladi, biror narsani qonuniy ko'rgan yo'q. Mana shunday borib menga bitta arz yozsam, bir marta borib menga rahmatnoma yozib bering deydi, tashakkurnoma yozib bering deydi. Men nega yozib beraman? Men arzamni ko'rmasdan yozib bermayman desam, hozir menga aytyapsiz, siz shunday deyverdingiz deydi. Bilasizmi, kimga boray men dod deb? Mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Mana men keldim, oramizda bizning hali Surxondaryo viloyat sudining raisi Ro'zi qilib, endi bu Alisher Usmonov o'rtoqlari, u kishi bilan oramizda adovat bor. U borib o'zicha hech qanday yo'llanma yo'q, yo birov da'vo yozgan yo men ustimdan borib haligi uchastkovoy Qumqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limining boya uchastkovoyni Xatcha Sulaymonovaga yuborib, men ro'za qilibdi, как будто mashinaning ichida o'ligingni yarmi qolsin, yarmi tashqarida qolsin deb gapirgan ekanman. Shuni borib haqorat deb yozdirib kelgan bular. Ro'za qilib qanday ko'rishga haqqi bor edi meni ishimda, masalan endi men ustimdan da'vo arz bergan yo'q, lekin borib shunday hujjat qilib qo'yibdi, qalban hujjat qilib. Ro'za qilib kallashlaydi, kuchli tulki. Chunki sababi agar men ustimdan da'vo arz berganda edi, Surxondaryo viloyat jinoiy ishlar sudidan birortasi meni ishimni ko'rishga haqqi yo'q edi. Bu arz bermasa ayblov xulosasiga tiktirib, sudda raisi shunday haqorat qildi degan arza bermaganmi? Bermagan. Endi shuni aytaman-da. Arz bermasdan, boshqa qilmasdan turib, qalban hujjat qilib tegib, mana shu
dava arz yozmasdan turib meni dava arz yozganda edi men Surxondaryo viloyat sudining biror yechimini ko'rishga haqqi yo'q edi. Bu ataylab shunday qilgan. Bu degani endi jinoiy uyushma qilishning eng zo'r usuli. 242-modda birinchi qismdan jinoyat sodir etyapti bu. Uyun kuydirmayna ro'zi qilib. Ko'ryapsizmi nimani uyushtiryapti? Endi shu kunda o'zida 1 soatda ko'rib 1 soat ichida Buxoroga o'tdi deyapti. Bu ham Alisher Usmonovning ishi deb bilaman men. Chunki ro'zi qilib o'rtog'i bol. Alisher Usmonov yaqinda bo'ldi-ku. Yaqinda bo'lganman, yuridiskida birga o'qigan bari hammasi. Ondan keyin Surxondaryoga juda ko'p borardi bu kishi. Qalbak ishlarni qilish uchun. Hozir Alisher Usmonovdan Oliy sud raisi o'rinbosaridan nimaga xafa bo'lyapsiz? Xafa bo'lganligim shu, men aytdim, iltimos sendan dedim. Men ko'zim ko'rmaydi, oyog'im bo'lmaydi, sahrim oshib ketyapti. Men aytdim, Samarqandga o'tkazib berasanmi? Jizzaxga o'tkazib berasanmi? Sirdaryoga o'tkazib berasanmi? Toshkent viloyatiga o'tkazib berasanmi? Shu yo'lga yaqiniga o'tkazib berdim. Men qanday boraman Buxoroga o'zim bu ahvolda turibman. Men birinchi guruh nogironim bo'lsa, meni arzimga quloq solish o'rniga yo'q, mayli, ko'rib chiqamiz. Sizga o'zimiz yozma ravishda yuboramiz. Bilaman yozma ravishda nima yuborishingni. Mana endi hammasini bu Surxondaryo viloyat hokimi Ulug'bek Qosim boshchiligida bo'layotgan o'yin bular. Rahmatli G'affar, mana viloyat prokurori, mana Dilmurod Mirzoyev degan o'yin kuydirlar. Mana menga nisbatan jinoiy uyushma tashkil qilib, mana shunday o'yin qilib yotdi. Men bugun bir narsani iltimos qilaman. Mana shu meni qabul qiladigan bo'lsa, jinoiy ishlar bo'yicha Respublika Oliy sudining raisi Baxtiyor Islom qabul qilsin. Bu kelib hozirdan tayyorgarlik ko'rib bu Alisher Usmon endi men Respublika Oliy sudi raisi bo'laman deb kekkayib, odamlar haqqini poymal qilmasin bu. Buni qanchalik odam ekanini butun respublika biladi Alisher Usmonovdan. Mana men keldim, sizlardan iltimos, hurmatli Islom Baxtiyor Isomov, meni shaxsan o'zingiz qabul qilib, o'zingiz tinglashingizni so'rayman. Bu Quturg'on Surxondaryo viloyat sudi ham, hokimi ham. Mana endi bu ham yetmagandayin, buni qarang, meni qizimni sudlantirdi. O'g'limni sudlantirdi tuhmatdan. Yana o'g'limni ishlab turgan joyiga mas'uliyat cheklangan jamiyatga bu kishi departamentga topshiriq berib tekshirasan. Yer sotilgan o'yinlarda deydi. Yerni klasterini sotgan. Meni bolam nima aybi bor? Ulug'bek Qosim. Ko'ryapsizmi nima qilyapti? Endi hamma yer yeb bo'ldi. Sen qonun oldida javob ber. Bobotoq surining 600 gektar yerini nimaga haydab tashlading? Hozirgacha o'simlik o'smaydi, boshqa qilmaydi. Qalbaq hujjatlar qilib, o'yin qilib, endi shu qolgan Bobotoq surini ham sotishga kirishdingmi sen? Uyun kuygur qachon o'lasan o'zi? Ulug'bek Qosim, Alloh seni qachon yig'ishtirib oladi? Respublikada o'zi yega yo'q. Shavkat Miromonovich Ulug'bek Qosimning jinoyatini eshitib turib, ko'ra bila turib, siz ko'z yumib kelyapsiz. Agar meni chaqiring, so'roq qiling. Agar bironta tuhmatim bo'lsa Ulug'bek Qosimga, meni peshonamni otdaylik, men xalqim oldida va'da beraman men sizga. Qamadi Surxondaryoning byudjetda 1 so'm pul hammasini o'zlashtirib ketdi. Hatto so'mbar sotishga kirishdi endi. Xalqimizni suv ichib turgan so'mbarni magazinlarda urib beryapti, gullab turib, endi boyagi orisi yo'qotsan bir ko'l biyobondan odamlarda alda endi shuda magazin qurdiyapti. Bu yerda ham sotishga chiqdi bu. Bunga qorini chora ko'ring. Mana Bobotoq suri 150 odamga non berib ishlatib turibdi. Mana hozirgi kunda 24 ming qo'yi bor. Mana nechta safimiz bor edi Surxondaryoda. Qaysi qoldi qo'yimini? Bitta shu Bobotoq surini men saqlab kelyapman. Mana Ulug'bekga o'xshagan gazandalardan o'zim saqlab kelyapman. Meni shuning uchun uyimga qurol taylab, avtomat tashab meni narkotik tashab qamay berib vaqtida shu uyni kuydirlar. Shunda ham chiqib kelib uyini kuydirgan, bari o'lib ketdi. Ulug'bek ham o'lsin yaqinda Xudodan tavb. Siz Shavkat Miromonovich tomosha qilib o'tiravering. Xalqni uyini kuydirib, yezib, boshqa qilib. Endi departamentda departament tekshirasiz. Ilangning omini tekshirasan, tekshirib ko'r. Ko'zingga o'yib olayim bu yoqqa men seni. Departament nima tekshiryapti? Mening o'g'limning tashkilotini maslahat cheklangan jamiyat. Uni hech kimni kirishga boshqa qilishga haqqi yo'q. Xohlasam o'qishing mulk ertaga bitta qo'y qoldirmay sotib beraman. Qo'lingdan nima kerak Ulug'bek? Ay, buni yaxshiyoning. Sababi nima? O'g'lingiz nima deyapti? Sababi uyushtiryapti. Sababi meni o'g'limga nisbatan uyushtiryapti. Uni yer birinchidan klasterga qaraydi. Meni o'g'limga qaramaydi u. Men o'g'lim ham yer solig'ini, mulk solig'ini to'lab kelyapti. 1 so'm soliqdan qarzimiz yo'q shu bugunga qadar. Lekin nima uchun? Ana endi Bobotoq surining yerini ham Ulug'bek Qosim sotish kerak. Qo'ylarni ham sotaman deb ko'ryapti. Mana sotasan. Sotasan ha? O'zingni bu yoqqa o'yib olaman, viloyat hokimi bo'lsang, prezident chora ko'rmasa, senga o'zim chora ko'raman. Eshitib qo'y buni. Qo'lingdan kelganini qil, bir kishi yerga bir kirib ko'r. Yo bir qirg'oqqa borib ko'r shu yerga. Milisang bilan borsang, milisang ichida seni o'ldiraman. Hurmatli aziz xalqim,
vatanimiz mana rasvo bo'lib ketyapti, kun sayin battarlashib ketyapti. Bu qaysi idoraga borman xalq qarab. Mana ko'rib turibsiz, oliy sutning altida qancha odamlar, qancha kampirlar kelib mana yig'lab o'tiribdi. Tinglaydigan odam yo'q. Alisher Osmon eski odatini, eski hali tegirmonni yurgizyapti. Qonuniy birorta ish qilmayapti. Kelgan 4 kun bo'lgan bo'lsam, mana 4 kundan beri men avara yuribman bu yerda. Kimga dotib berayim, hurmatli Muraman, ayting. Hurmatli aziz xalqim, mana biz Bobotoq surmaslar cheklangan jamiyatning hisobidan 2 tonna go'shtni bozorga olib kirib 90 ming so'mdan sotdik. Lekin sotuvdagi go'sht 150 ming, 170 ming. Biz xalqimizni dasturxonni boyitish, kambag'allarni go'sht bilan ta'minlash maqsadida 2 tonna go'shtni mana 90 ming so'mdan berdik. Mana rahmatullohning keyinnoyisi bor, Marziyaxon degan. Men chorva yetishtiryapman deb aldab bitta qo'ydan daragi yo'q. Bir 30-40 gektar yerda olib olib paxta ekib o'tiribdi. Ko'rdingizmi? Bir so'm 1 kilo go'sht davlatga sotgan yo'q. Normonchori 600 ta sigirini olib, mana boyagi suv bordi egallab o'tiribdi. Bu kishi ham 1 kilo go'sht topshirgan yo'q. Yana Tangirvon ullari 50 gektar yerda chorva uchun olib, u yerda haligi chorva uchun mahsulot yetishtirmasdan, u yerga borib har xil mahsulot mana mosh egayapti, yeryong'oq egayapti, o'zining foydasini ishlab, lekin bitta qo'ydan daragi yo'q. Davlatimizni, prezidentimizni aldab o'tiribdi. Buni Ulug'bek Qosim ko'ra bila turib ko'z yumib o'tib ketyapti. Mana borib ko'rishlaring mumkin. Rahmat azizlarim.